Oz. Ödem kelmep tuğatir. Başlayvereyik. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Dunyoning har qaysi joylariga Sharq Turkistonda qarindoshlar. Bugungi shu joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Tug'luq Hamiddan hammalarga salomlar bo'lsin. Men bugun azroq bir naq maydon bir azroq so'zlaydigan bir temalarni shuni so'zlab o'tay dedim. Undan keyin men vaqtliq do'stlar bilan xo'shlashmoqchi. WhatsApp, Facebook, chiqnastrimni taqmoqchi. Chunki bak ishlar aldirash bu yerda. Shuningga u narsalarga qaraydigan vaqtim yo'q. Qiladigan ishlarni asos jihatdan qilib deb qarayman. Shuningga hamda qarindoshlar bilan bir xo'shlashishdan burun ma 2 kun bir ishlarni jiddiy qildim. Asli men G'olam Osmon Yag'moq savol tashlagan 20-yilda menga javobini berib, uni bermaydiganini bilaman. Ammo mening shu o'zimning bir qilayotgan ishlarim bor, shuni tufaylidan Facebook'imda tarix bitib qoldirilsin deb tez ishlarni qilg'izgandim. Hamda uni inglizcha yozg'izib AI o'qitirgan ishni qilyapman. O odamniki o'ziniki degan gapini va bizniki isbotlab bilan. Shunda bo'lsa hamda men başlap ketay. Birinchisi o'zini atalmış Sharq Turkiston surgun hukumati davolgan sobiq raisi G'olam Osmon va Salih Xudoyor boshchiligidagi surgun hukumat. Endi bu yerda bulta shu 60 tashkilotni imzo atqizib 33 ni iniga kelgandan keyin buzivatdi qarindoshlar dedim qo'y. Shu buzivatganning birisi bu pulning sababi, bu pulmi unchalik cho'ng taqishib ketirgan masala emas. Asl surgun hukumatlarningki pul olmasin degan gap yo'q, osi bo'ladi. Lekin bir necha yerga elish kerak. Faqat bir yerda deb qolmaydi, pul elish xato degan gap yo'q. Bular lekin pulni elib pul olmadik dedi. Munofiqlar qurultaydikilarmi shuni deydi. Bularmi shuni dedi. Men dedim, endi ashundan chiqqan shu ayriliblarmaylar qichi. Ashundan chiqiblar rolni eplar shu mustaqillik chapanini kiyib olganlar dedim. Yani özünler köydüğünler qarindoshlar. G'olam Osmon biz hech qanday pul olmadik. Mustaqillik degan tashkilot hech yerdan pul olmaydi dedi o'zining og'zi bilan. Men isbotlarni tashlab qo'ydim. Javob yo'q. Tashbaqa gumpisi chiqdi, boshqa ish yo'q. Endi mushu ay, mushu kunda vatanning ichida Uyg'urga irqiy qirg'inchilik bo'lavatsa, Amerika'da sana nima yetishmayotidi, Kanadada sana nima yetishmayotidi, bu Uyg'urni bunda setib yemasangmi, sana bir Kanadaning bir paravollik puli bog'o'g'iti, pensiya maoshing bog'o'g'iti. O'zing qayro'g'am bilan yosh xotinni yevag'am bilan shu yosh xotinni shu tutib turish uchun shu pul ketadi, uningga amal yo'q. Uningga bir o'tirasiyada tashkilotning puli xotini yopdi ekansa, endi yana hukumatning kelayotgan puliga xotiningning O'zbekistondagi xalanda oilalariga avatib, xotiningning oilasini beqiyotganing, uni bo'lishib yeyotganing hech kimga sir emas. Uningga keyin ma qo'ltiq ketildi, uningki qizi ancha-muncha programmalarni, proyektlarni, jinlarni qilib beryotdi, Shveysariyadagi bilan birlashib. Onu yavatqının iniq, endi yemasa, bunda qilib ketmaydi. Meningcha Zumrat Tursun bu ishni bilmaydi desam, men ishonmayman. Zumrat Tursun Salihning fotochulari bilan rasm tushganini, nima ishlarni qilayotganini, uningdan keyin Salih Xudoyorning dadasining Xitoy bilan qanday tijorat qilganini, Salihning qanday olib kelganini, G'olamning taqdiki ishlarini, undan keyin Sharq Turkiston surgun hukumatining pul yeyotganini Zumrat Tursun bilmaydi desam, men ishonmayman, ya'ni qo'ltiq. Endi
G'ulom Osmon nomus qilmay chiqib Bismillahirrahmanirrahim deb turib dedingmi hamda to'li videolaringda deytding maqitim videolarni dedingmi demading bilmayman keyin demay qolgan bo'lsang hamda sizlarga meg'izli yerini qo'yib etib shaklini tutib bilib qaymoqtirib o'ynashga usta demay qolgan bo'lsang demagansa salomning cho'ngini qilib chiqib biz hech qanday yerdan pul olmadik o'g'ri bo'lsang cho'mishni insof bilan bo'l qozini bilan bo'l degandan bu sen insof qilmabsan biz insof to'kmatxo'rlar yantan mening qachon bir birasi bir to'kmat qilib baqqanimni ko'rding sen buzivatding dedim buzivatdim sening hozirdan tog'dikidan tortib buzib mishaga kelib u O'rta-Osiyoning ishlari uningga ikki chatirqing seqiraydi-ku, zing'ildab putlaring titraydi, uningga kiranmaysa u temaga, uningdan qochsa, men pul olmagandim deb qochsa, qonning hisobini bermaysa u yerga. Yani bu sening masalang emas, Abdulnur ko'pchilikning masalasi u. Mandali bo'lgan oddiy ishlar emas u. U ashadagi bir turkum qurolliq kurashni yo'q qilish, sayfidan qurolliq kurashni yo'q qilib Xitoyga bir pay o'qatmagan, uni sen chiqib bizga asta-asta yegizyapsa. Onu munofiq demay, u ezib qolgan, nim qilib qolgan, majbur bo'lib qolgan, amalsizlik bo'lib qolgan deb, muntazam 40 ming polkovnik, bronik bilan Xurum Balva, Xurum O'tib bilan turgan askarlarni Manas daryosining bo'yida Ahmadjonlarga o'ldi, Abdukarim Abbayevlar, ammo Sayfidan Bejongda o'lib, Bobur o'shanda kuli bilan qo'yib qo'yinglar shu jo'ndan qayda. Bilsan-ku, tazi yaxshi. Shunda odamni chiqib maqtaysa uni xalqqa yediryapsa asta-asta qabul qilg'izyapsa biz qabul qilmaymiz biz ikkinchi jumuriyatningki shu ota bobolarimizniki shu g'uljida o'sib shu biz tarixni anglab qanday bo'lmasin shuni biz Van Qadir Beg'i deydigan yer va shu yerda 3 viloyat inqilobi Xatir Sariy deydigan yer bor shu yerda biz ko'rib Gelçi tarix o'zgartirilgan bo'lsa biz shuning yanada cho'ng bo'lgan, shu yerda cho'ng bo'lgan. Biz seninki o'ylaqa otishliqinga yoki pepitmoqlarimga o'xshamaymiz, o'ylaqa sen chiqib aytib ezib ketding, o ezib ketdi. Deydigan, o ezib ketmadi, uni sen bizga asta-asta yediryapsan o'zingning otishliqi bo'lganligi uchun. Yurtvozlikni biz emas, sen qilyapsan. Tushundingmi? Bizning g'uljiga naytik g'uljining odamlarninki ko'ngli ko'ksi keng oq ko'ngil, shumliqni bilmaydigan, yurt-yurtlarning odamlari chiqsa qo'yniga ilib, yashab ketadigan bir xalq biz. Buni sen toza obdan bilsa, bo'pmi, sen toza obdan bilsa, g'uljiga chiqib ziyolilar bilan turib baqqan, o'zingning rasmlari bor chiqarib qo'ydim. Biz hech qachon yurtvozlik qilmadik, yurtvozlikni sen qilding. Aningdan keyin ushiqlik qilib, bundaq pul olgan narsani yushirish uchun yurtvozlik qildi, u qildi, bu qildi deb 30 tashkilotga va Avstraliyadagi shu Dilyar Musabayga ashunga isilib turib asos jihatdan urushni qilib jimiqtoding. Buzding ishni. Bu narsalarning hammasi sening kontrolligingda bo'lgan ishlar emas. Biz bilamiz bu ishning tegini. Zaten bildik. Unda ishlar emas. Bu bir yerdan sizlarga buyruq keladi, sizlar bu sistemli qilayotgan ish shu. Birinchisi, Sharq Turkiston surgun hukumati mashrulashishi kerak, ya'ni xalqaro e'tirofga erishishi kerak. Surgun hukumatiningki xalqaro e'tirof qilmaslik erish uchun sen tuyuqsizlam surgun hukumatni 2018 Anvar Yusufturanining Ahmadjon Osmonning qo'lidan Ahmadjon Osmon san qanday badi nimani kelishdinglar Kanadada yashaydigan uni o'qimaymiz. Uni Ahmadjon Osmon apandim bir programma qilib shuning bir elib elish namisini bir degan bo'lganmiz yaxshi bo'ladi. Shu hukumatni elib oldinglar, elib olgandan keyin uningdan keyin u yerda jidal qilib Tolibjon Atajon, Umid Sabitmo, uningdan keyin Ilyar Shamshidan tug'liqkamlar, keyin Kanadada Mayra Qo'pirlar bir turkum ayrilib chiqib, ularni xoin jasus munofiq deb buzib etdinglar. Hukumatni parchalab etdinglar. Xuddi seni Amerika hukumati diplom berib, sana e'tirof qilgan bo'lsa, Tolibjon Atajonning bor, Fransiyada Erkin Abdulhamidning bor, Mao Seytum Taranchima, Seyt Taranchi. Shularninki bor, amisininki shu davlatlar e'tirof qilib bo'pti degan. Tamam. Seninkini deyli, senda asli kinishkilar, hujjatlar bo'lsa, sen ularning ustidan sot echib, shu hukumatlarni yaptirib yetalaysan. Sen onu qilmading. Sen onu qilmaysa bu
Bak suning ustiga laylab chiqib qolgan bir cho'ng bir o'yanma emas bo'lib ketdi ham deydi. Nex cho'ng Xitoyning indigenous o'yanlarini jiq narsalarni buzib cho'vatdiq-ku, uni ichib tashlayotdik. Buni ichib tashlash nihoyat oson. O Ablat Nur bilan Ali Ma'sumlarning bir so'rinda o'tirishi, uyalardan chiqib tomoq yeyishi, o yog'lardan to'g'rilab bir-birisini tillab qo'yishi, bular sizlar hammanglar bir. Hammanglar shu barning qilovini setib chiqqanlar. Ma Ablat Nur, Sayfullah deganlar, mash barning qilovi tutishganlar, ashadin turmaning ichidagi ashadagi otishni ko'ydirib chiqqan nimalar bu? Onundaki sallar bilan uchrashdi, sabdash bo'lishdan, oxirsin bilsang-ku, taqni vayron qilding, o'tirasiyani vayron qilding, mustaqillik munbirni vayron qilding. Mushunda bo'lib keldi. Birinchidan Sharq Turkiston surgun hukumatiningki mashruligini xalqarada e'tirof qilmaslik uchun ko'p surgun hukumatlarni tug'dirish. Demak, sen bu narsaga birinchi bo'lib buzg'unchilik qilding. Ikkinchisi, surgun hukumatga ega bo'lib, xalqni yaqinga keltirmay, xohlagancha insonlarni xoin, munofiq, jasus deb islom ellari va bizning qarindosh millatlarni Twitterda va qalaymaqan baholarni berib bizni pichak ko'rsatding. Bizning millatni pichak ko'rsatding. Buning ham dalillari Isroiliya Gazaga qirg'inchilik qilgan chaqda Isroiliyani qo'llab musulmon davlatlarningki qarshisiga chiqding. Hatta g'arbmi uni Isroiliyaninkini qirg'inchilik qilyotdi degan Avstraliya, Ispaniya degan davlatlar. Angliya. Sen Isroiliyaninki podg'ini ko'tarib, o'zingninki diniy qarindoshlariga sahib chiqmading. Bizni musulmon dunyosida bizning bizga boshib olgan surgun hukumat bizni ularninki ishonchidan qoldiryapti. Undan keyin sen Turkiya sen bu Isroilni qo'llaysan u Angliyadagi Londondagi bir cherkovning Yahudining tashkilotidan berayotgan pulga hamda o chiqil deyli bo'ldi. Sen o manbani chiqarmaysanligina malli deb beray. Sen oshi 3-4 tal pul uchun xalqingning setayotsa, mustaqillik to'g'rini qo'yib setib yeyotsa, o Turkiyaning yana bir yaning Xitoy bilan albatta manfaati bor, uning kelishadigan nuqtalari bor. Ilmi Turkiya hukumati xilo Uyg'urlarni sig'dirdi. Qanchalik Uyg'urlarni sig'diryapti ham yashayapti. O'rta Osiyodami qaytirib o'tgan bo'lsam, ozdir ko'pdir yashidi. Qarindosh millatlar bizga yomonlik qilib boqmadi, bizga ularning yomonlik keldi, Xitoyning yomonlik keldi. Sen Solih Xudoyarni o'yin to'p kayindi. Amerikadagi Turkiya konsullarining oldida namoyish qilib, Turkiya konsullarining oldida tillab bizni pichak ko'rsatish hukumatni bu e'tiborsizlashtirishing. Onundan keyin Aqtashlik kitobda va Twitterlarda Suriyadagi qarindoshlarimizga hujum qilishing. Terrorist deb. Bu bak aniq yozig'liqqa uni men qilmadim desang bo'lmaydi, sening qilganing aniq turibdi. Mushlarning dalillari eng sening samimiyatsizliging pulga kelgan chaqda xalqning oldida sen ichib etmading. Daftarni chiqarib ko'rsatmadan ma'qul ketdi. Ma'qul bo'pti 82 mingni irqiy qirg'inchilikniki gibi. Uni Yarmamat Barat tug'uchisi to'ptanim dedi. Biz qilsak qilmasak foyda bo'lsin yoki ziyon bo'lsin, biz shuni xalqaro jinoiy ishlar sotiga berdik. Foyda bo'lsin, foyda bo'lmasin deb o Yahudidan pulni ilib, ikki puton bog'inib qilib, xalqni qalaymaqan qo'llab, dunyo siyosat sahnasidan Uyg'urni pichak ko'rsatib, hamda uning pulini ilib, irqiy qirg'inchilik deb chet-ellikni bodab, kallarni ishlatmay ashta setib, uni ko'rinishda 82 mingni uningga berganda qilib qo'yib, qolgan pullarni ketdi, qolgan pullarni hammasini surgun hukumat ishlaydiganlarni hammasini chiqarib qo'ydim, maosh yo'qki. Sen pulning ishini bilmamsan, mencha sen pulning ishini ayt yaxshi bilasan, bilmaysan emas, obdan bilasan. Buning kelgan chog'da shu kun bo'ldi, jimib ketding-ku. Menga bir bugün bir 3 telefon topshirib oldim. Avstraliyadan, anandan Turkiyadan 2 telefon topshirib oldim. Uchalasi otishli qarindishimizga. Uchalasi otishli qarindishimizga menga aytadi, "Tug'liq apandim, bu G'ulom Osmon, bu Sayfullah deganlar sho'ruq degan yerdan kelib chiqqan Biyabek Namorat otishning bek chat yezisi
Bundan keyin gap qilgan bo'lsangiz, Atushni qetib olmisiz? Atush bir ma'rifat yurti, bir nihoyatda bir Sabit Damullamdek dadimizdek chiqqan, bir Mamtimin Tavfiqdek nima chiqqan, nurg'un yozuvchilar chiqqan deydi. To'g'ri, uningga men hech qachon ko'z yummayman. U to'g'ri. Ammo meningki qilayotgan ishi buni shu mana shundaq yurtini atab turib desak, masalan men Erkin Tekas olsun, Baxtiyor Nosirov olsun, Bahrom Tursun olsun, Abdurashid olsun, kim bilan urushay, mening g'uljilig'im demadim. Qarshisiga chiqib turib tanlamay, munofiqlar bo'lsa, hammasi bilan bir taldan urushib chiqdim. Ha. Meyadikayliqqa Mijit Qari degan angliqqa sho'rxliq g'uljiga 60-yillar chiqib dadisa siyosiy kengashniki munofiq imom bo'lgan Habibulloh Jimniyniga berib Turkiyada O'zbekistonda bir do'konni mijnal qilib ketdi. Ashundaq qalandalarga deb o'yildimda, keyin bu nihoyatda bir mushundaq bir nihoyatda bir qalanda bir odamlarninki pojnayab cho'ng'olgan tegitakda nihoyatda durust emas, qiyni pokiz emas odamlarninki mana tegi past ishlarni qiladi-ku deb o'yildim. Undan keyin men u qarindishimizdan chiroyli paranglashdim, bo'ladi dedim, qildim. Demak, yurtliqlaringmi sendan to'yapti. Sening qilayotgan narslaringga hech qanday baho bermaydi, seni e'tirofmi qilmaydi ekan. Demak, qarindoshlarimizga ta'sir qilibdi degan gapda. Demak, sen mushundaq buzib kelding ishlarni. Ham pullarni olding, pul olmadim deding. Hech qanday savolga javob bermading. Faqat chiqibdi o'zingning dombig'ini chelib, voy Xitoyning jasusi, Xitoyning odami, o'zingninki atrofidagi Cüret obillığa, Qurbancan İsamidillah, sen, Üzem Rabia Qadır'ın hemen Seytim Türk'ün inden, Roşan Abbas'ın inden, Demokratik Xitaylarning inden kelishtonga boshqa yerdan tushmadingmi sen shu mustaqil deb kakiravat qildiring. Qilmay aytibsan-ku, yag'an gap qilibsan-ku. Biz mustaqillik degan tashkilot mashunda pul olsak bo'lmaydi, biz olmaymiz, biz siyosat biladigan odam bilish kerak buni deb. Qara, o'zingning qo'ng'ongda liq po'q bo'lgandan keyin sana chiroyli shapini bergandan keyin jidalni qilmay, ma ishni buzmay, o'zingninki tarixiy bir buzg'unchilikni Washington xitobnomasida qanday buzib o'tganingni o'zing bilasan. Norvegiyadagi Zumrat Tursun, qani endi sizga xalq qarab qoldi, sizningki adolatingiz, tarozingiz dollarni tatamdi yoki haqiqatni tatamdi? Bo'lsa, ashunday bir manbalarni tep chiqib meni bir rozi qilgan bo'lsangiz, yo biz xalqni rozi qilgan bo'lsangiz, meni rozi qilmasangiz, meni qilolmaysiz-ku. Xalqni bir rozi qilgan bo'lsangiz, menga necha telefon qilib ketdi. Ya mush xotin setib yevatamda tug'liq deb. Men dedim, setib yevatmagan bo'lishi mumkin. Ammo Abduvali Yasin degan bolaninkida men to'xtab qolganiga yordam to'xtab qoldi, ammo Zulxumar degan singlimiz umi ancha-muncha yordam berdi, lekin hozir bir narsa bak qiyinchilik bo'lib ketdi. Balkim Abduvali Yasinga shu pul jat yordam berayotgan bo'lsa, yo bu surgun hukumatdagi palonchi birisi ismini demay turay, u o'zimizning odami. Shunda qizi projektlarni qilib berib pul olyotdi deb dedi. Men bilmayman, qo'limda dalil isbot yo'q. Men faqat dedim, u xotindan chiqadigan iddoni ko'rib boqqanba dedim. Shuningga Yaponiyadan bugun beshikadimiz telefon qilibdi. Fukam mushu xotin setib yeyotgan bo'lsa da'vo tugdimi deydi. Da'vo Zumrat Tursunma dedim. Da'vo Zumrat Tursun emas. Da'vo Uyg'ur xalqininki. U chiqib japaldislam, uning hisob emas. Men chiqib o'zimning gapini qilsam, mening japaldig'inim hisob emas. Bu yerda haq, nahaq masalasi hisob. Shuningga Rabia Qadirnimi jalobdan jalob qilib ikkimiz tasdiqladik. Sidiq Hojinimi tasdiqladik. Roşan Abbas'ni tilladim, siz tillamediniz, siziqingiz o. Hammasini yedi dedik, amma malami yevitibdi, ilivitibdi. Mening kelgan chog'da qanday qaraysiz? Mening kelgan chog'da pul ilishi to'g'rimi? Men pul ilishini xato demayman. Oladi hukumat, boshqa surgun hukumat, Tibet surgun hukumatim oladi, natijatni oladi, birliyatni olmaydi. Lekin ularga torbatlarga kirib hamma narsani qancha pul ishlatgan, nim qilganini hammani ko'rgani bo'ladi. Ana, o'zinglar to'rnoq to'sanglar, hammani nima deysizlar, to'rnoq to'sanglar chiqadi. Bu bizning birdan-bir da'vogan yo yana odam keltirmasa, ishini bitirib olib odam tillasa, bo'pti, unimi qo'yib turaylik, sening nazaringlarda u sizlardan boshqa hammasi Xitoyning odami jasos. Mana xoin bo'lsin. Ma pulning ishini nima deymiz endi? Pulning ishida ko'zingizni yumbasangiz bo'lmas.
Dadыңыз яның тегіде, ananız yaның тегіде, iniliriniz yaның тегіде, Allah sorğun adı dücüba, ma dünya setip yesiniz. Mavi insanның qılıdыға iş emas. Çıqqan çağda gürüldep çıkıp, kakırap, başqı kiyip, emde oğan çağda taşbaqı gümpüsün çıkırıp cimmi, turib asanlı o bolmaydı. Şu meni şu bikağa eşeddi tillap ketmedinla, oylıqı solamça jalapның vasi, apağın çırıp git bar, dadağın çırıp git bar. Əfsus, onda bolmadı cimmi. Çıkıp qalıdığandek yakında. Şitning qag'ı chiqib pishti o'lmabdi deb tamamda sening deganing bo'yicha ashadimi chirib ketsin bo'pti chiqsinmi chiqmasinmi sening deganingdek bo'lsin ma pulning masalasi kelgan chaq nima deysan deb setib yavitibdi qo'y san qo'llaydigan hukumat sen aniqi birsining sesiqchiligi chiqsa biz do'stlar bilan tashlab yetimiz deb cho'chirab ketading qo'zod degan ichingdan bir xil g'urur chiqayotgandek shu boshqalarni masalan shu shunchalik eningning o'limlarda tik turib egan Zöhre adaşını ben ne boğan diye desem berip teşkilat kirmeyimiz desek hükümet kirip aldı. Şundan olan şu münasebet üzüldü dediniz. Ay bomaptı bu desem yakımadınız. Siz arlaşmang dediniz. Ben arlaşmadım. Bugünkü köydükçe sizden mi bana özünüzden aşlağı 100 kilo alamsiz. Aşlağını kar koyak sürgün hükümetindeki közünüzden şu Sağlık Xudayarlarning fışıçılardan düşken aşı qıvatqan aşı resva işlerini körüp durup toğra dep durup aşlarning pul yeyişige milletning setip yeyişige közünüzü jumbağan bolsanız vicdanınızı siz bunda bir yürüyüşünüzü bir tutup yakıp bekleyin. Ötken qo'sh ikkimizning tillashgan bo'lsin. Men bugun bir chiroyli bir savol qo'yib baqay sizlab turib. Bu ularninki avo kimo Birer teşkilatını kirip körep beqish özünün erkinligi yo'qmi? Masalan, balangızni hech qanday jidallarga aralashtirmay ketsin. Men Mirzat bilan jidalni aralashtirmayman. To'xtab qoldim desam, pulaq qarg'at qilib qo'ydingiz. Biz keyindan chiqiblam ekranda biz birsini sesiqchilik chiqsa, inimizda tug'izmaymiz deb qo'sh, mening bo'pti. Urushib, sesiqchiligim bo'lsin. Sizning uchun hamdi. Sizniki hamdi qanday hisoblashimiz siznikini xalq men emas, xalqning oldiga tashlab qo'ydim hozir sizlarni. Bana hem de cevap veremsizler, vermemsizler. Ben YouTube'dan görüp alsam buldu Uygan Uygur'dan naq meydan kılsanız. Ben sizge 10. ayının ahırsı, 9. ayının ahırlarda kelip onun için cevap vermem. Onun için benim WhatsApp, Instagram bir işletip koyma. Belki işiniz olsa yapılmasa, Nicat Turgun'u izleseniz beni tapalaysınız. Tep bereleydi, dəldiligimni. Şivsiyada olam da yoki başqa dövrə ketken bolsam degandek. Şununla manınga cevap beriyotinglar. Helaqa bolanmay ketgan tinglarga, oy degan osh xalq deganning kichkina mojizligi deganni tutib olsanglar degan Qur'on deganni ko'tarib chiqib degan Robiya Qodir isbot bilan mana tarix guvoh bo'lsin. Voy deb degan oy taraf deganni shu qaynoq suvda qo'ng degan ko'kirib ketgandek yop chiqib, ay bitta narsa kichik narsani bilib olgan qo'l degan shu Qur'onga qo'yib qasamlar deganni qilib ketgandim. Mananga mı çıkıp men yemedim deb Qur'onga bir qasam qo'linglarni qo'yib beqinglar ko'rib baqayli. Ma Sağlık Xudayarlar qavetibdi deb menda bir rasma xalqning xalq ömür xalq ma ko'sul ma ishni ma hukumatning ichida bo'layotgan ma sezgichlik ma mehnatchiliklarni o saypollarnikini bilmez o Türkiye'ye bir Kanada ben Türkiye'ye bir şirketim berib keldim. Bilmez onu nima ish qilayotganini unikini. Mening gilim poq emas. Men hech qanday yerni yemeyman. Men hech qanday yerdan tilab ishmayman, tilab yemeyman. Men faqat chiqib yordam so'ragamsam futbol uchun, xalqim uchun, bir ishlar uchun so'rayman. Umumiy iqtisodning ishimi degan bir qaytam aralashqinim bo'ldi. Menga javob berib etli, menga bunda bir bezirvami, chatroqni ishik tiqib etma, yo men bilmabdiman. Bu bunda ishlar bu yetibdi. Biz bilmaydi ekanmiz deb asli aqlingiz bo'lsa bunda bir kun 10 qopmaysiz, bir kun ta'til qop tamamda yo'q, yo'q bo'lsa hamda o'yliq go'shkaltakni yeb turmasak hamda o'yliq ta'til qopadigan ish yo'q. 10 qopayli bunda 10 qopib sagak bunda yuvib yuz ko'zlarni sagab qilayli bir qopib esin nasabning baldiriga yaxshi qopdi deb 10 ming imzodi mendan burun yuzlab chiqib Mani diğer fikrimizga taxlab bermasak olmaydi, mani qilmasak olmaydi deb qildingiz.
Ma işte çoqum dilyar etmeniz kerak, ma sekularlarni yaxshi qildi, u bu deb bangdingiz bir taraf tirnlayınıplam, o'ngdi soqoplam. Bakar qara kot tomarislan ishlab mana 60 tashkilotniki 33 yig'ilganni buzib atdinglar. Yaxshi qildinglar maslarcha? Yaxshi qildinglarmi? Ya meni o qara kontong tillab o'ynamsa, adash nima ish qilsan qilaver. Men sen dedim-ku, men sen 10-oyda uniki Ershadning uni keyin gapni shaylar bo'ldi. Hozir ma'ning gapini qilaylik. Ashu 10 tashkilotni buzib atdinglar, kimga foyda bo'ldi? Xitoyga foyda bo'ldi. Sizlarki bu xoinlikmi, yo do'tlikmi? Ya meni ashu dadangninki, seninki ashu Arpay deganigimni ishinibmi qoldim. Ba'zi qilib ketgan cheximchiliklarga, misher mening qo'lim orqali ashu Yarikamni, Mirzatni, Shveysariyadagi Nuzrat adashni qilmagan cheximchilikni qarab, buni qindi baka cheximchilikmi deb qoldim. Yana haq ashu va pulning ishini qanday qilishlar maninkini xalqqa javobini bermasanglar, yama ümidsizlanib ketdim. Men bugun 39 ben ishlab bir telefonimni og'ichi 39 videodan qolib ketdi meniki. Qip-qizil bütün davlatlardan degidek asosiyatdan telefon qilib chiqartirish kun bo'ldi. Shu. Mashinchilik ishlar. Shuningga qarindoshlar, bu hamda hozir shu mening umidim Yoshlar qurultiyi va uningga agashgan 33 tashkilot, 27 tashkilot qoldi. Endi buningda set Dilyar Musabayga akademik jihatda mas'ullaydigan, siyosat jihatda mas'ullaydigan 4 bola yiniga chiqib, bir birlikni qurib, ishimizni epmamiz anglar, xalqarada tashlanib ketdi qarindoshlar bizning ishimiz. 10 yildan keyin Xitoyninki Guangdong, Shenzhen, Fujian tarafdan nopos cho'kidi, Xitoy atrofda aldirashib ketdi. Munofiqlar va uning atrofidagi Ro'shan mana Shinjongni qurib, Shinjong davlati deydigan, keyin yana Xitoyga ketib ketdi. Biz aqlimizni ishiltib, Turan birligi qetilyapti. Sen bizning qarindishimiz deb ma'liga ketilib turib, o'zimizning ishini qilib, puxta o'zbek, turk, shu qozoq, shu qarindoshlar eslib chiqmadi, bizni qetib ol deb mandaylik bir Yevrosoyuz bunda Yevropa qetilgandagidek, bunda bo'lgandek biz qetilib olsak, yana keyin bu birlik parchalansin, yana o'z oldimizga xuddi Sovet parchalasi bo'lgan o'sha yana bir nima qilamiz? Endi o'z oldimizga Sharq Turkistonni quramizda, xuddi Yevropa birligi degandek, Turan birligi deganiki bir ulusal davlat bo'lamiz. Ma'ning qilaylik, Yaponni ching tutaylik, Hindistonga aloqaga chiqaylik, Amerikaga dum tushmaylik. Amerika degan Tinch okeanning bir chetida Coğrafiyalik jihatdan Xitoy bilan o savdosini qilsa, kelsa, keladi, bunisi setibetaverdi, o'g'ri sotib, oldin qaytam o'g'ri sotgan bo'lsa, bu da Amerika setishi mumkin. Sen nereden bilasan uni? Qonun chiqarib beradigan bilan ana chiqarib berdi, irqiy qirg'inchilikni qilib berdi, rahmat. Ammo haqiqatan deganlikdek Suriyadan 200 qarindishimizni elib, ma'lum bir orolga opirib, davlatchilik bilan tarbiyaladimi? Bizga bir gapchiq, shuningga bir Yahudining ishi to'p ketmay, bir Amerikaning ishi to'p ketmay, o'zimizning xalqininki bo'layli. Qarindoshlar. Chima, meningga G'ulom Osmon sen bu javob bermaysiz, Zumrat Tursun siz javob bermaysiz. Buningda o'tib ketdim. Ma'vo uning degan eliqi Amerika Ohio'dagi Yarmamat Barat Tug'chi deb birisi. Bag'omi shuninki. Mana ma'vo Rastchillar to'piga avatsam, Yarmamat Barat Tug'chi pul avatganini qilsam, juvetibdi. Ikkinchi ketim qildim, yana avatdim. Yana ma to'pidiki, ma tegirkani avatgandim, juvetibdi. Qo'qanchida qonimiz nimishki juvetsa, to'plar pul olmadim deyotganda, sanga hozir tegmayman, o'ynabdi, 9-oy, 10-oy qaytib kelgan chog'da. Mana o'zining gapini avatib qo'ydim, Yarmamat Barat Tug'chininki. O'zinikini avatib, meningga gaqila meningga minko xayma, meningga gaqila dedim. Nima deysa desam, men topdan qo'ng'im tep chiqiribdi. Bu topga qarab mening ehtiyojim yo'q. Mirzat Yo'lbosninki Uyg'ur xabar kanali va uning ichida 600 odam bor. Keyinda uningga deyman siyosiy birlik to'pi bosh to'plar o'tkaydi, xapamaysam o'tkab berdi. Qara u bir to'pdan qo'ng'im tep chiqirib atganing bilan men mening Facebook'imda bir naq maydon qilsam, ertagining o'ginning ichida 3-4 ming bo'lib ketadi, Facebookning ichida 3 ming bo'lib ketadi. Ko'rdi, asos chatni xalq biladi. U 3 ming odam bir-birsiga taqtidi degan gap, o gapni keyindan. Tamam, u top bilan qo'g'lab chiqarishinglar, seningmi
imoningning qanchalikligini, vijdoningning qanchalikligini, insoningning qanchalikligini ko'rdik. Sening hamda keyin gapimiz dedim go sen bilan. Shuningga qara, askarlikingdan qaraylik, bir nacharligingdan xotining tug'may turib qo'saqki bolimi chiqib ketdi, xudoyim nima deymiz endi chiqma bolalaringni aya. Xudoyim bir yerdan bir mashin bilan vang urilib qiymichim bo'lib go'shin teshan bilan qirpama yana Allohning tarozi pek ulug', zuvaning tutilib ketmasin. O yağaladım palaq puluq secdik 5 vaqt bishoni qo'yib, manda rasnasini tashlagancha to'liq fukam buni endi topdim. Bu manbasi qini buningki. Voy sen mushay mushkulat faqat sürgün hukumat bilan kirishib kelsa nima dading va? To'xtabdi, bu sen bu pulniki nani topding, sen kim avatdi? Deb bir inson degan manda so'raydi. Bo'ldi, shuningdan ko'rib olgani bo'ladi. Qanchalikligini. Anadaki mavi G'ulom Osmon. Sen o qarayliqi yurtbozlik debsan, abiyam sana deb qo'ydim-ku. O ili o G'ulji rayoni o boshqa biz dedim-ku 20-30 yil oldida deb o qara hozir bolalarninki chiqarayotgan vloglarga vatanda. Nima degan nochi vloglar, o chiqga qilmay bo'ldi, odam qara. O temalarni qilsak dastanlar izlib ketidi. Sana deydig'inim qara. Sen avu Roshanga bir haqiqatan bir yig'iz gap axloq to'g'riliq ilaqi kasbiy tillamchi deb kelsa, kasbiy javoblaringga nima deysa? Sayfullah deydi-ku, yahudlarning tigi domalaydi. Voy javob bundan yana 41 minglik advokat bularni bu atishliqlarni seni birlashtirgan odamni bilmamsa tigidan bir yerdan. Roshan Abbas bilan chiqib qolasan-ku bir kun olmay bir kuni. To'xtatdi. Vaqt hemen belgilaydigan-ku, vaqt kimninki samimiy, kimning samimiyatsizligini, kimning qadaqligini vaqt belgilaydigan-ku. Sen qara axloq darsini, axloq modeli Roshan Abbasga o'tchandingmi? Sayfiddinni maqtama, seninkini masalan ili chiqarib beraman men sana. Anonki Yalqin Rozning bolalari aqida bilan Mustafa Kamalma Turkmi? Roshanning tashkilotida u yoqdan bu yoq ishlab bir dadamni chiqarib beramkin, dadam chiqib qolamkin deb dadasining ro'yini aytgan ashni anglasam deymiz. Ashulaga gap qil, menga gap qilmay, jalopning tashkilotiga kirib olgan, atishliqninki bolalarga gap qil, mening sening menga gap qiladigan baho qara, hech qanday salohiyating yo'q. Qat'iy salohiyating, tushundingmi? Davoni men buzmadim. Davoni men setib yemedim. Men tog'da odam o'tdamidim. Men fitna uruq chashmadim. Men hamma yerda rol elib, artistlik qilib, uya-buyalar kirib qitug'irlik qilmadim, ishchi yomonlik qilmadim. Men qo'limdan nima kelsa, shuni qilyapman. Mening qo'limda shu mushinchiliklar keladi ekan, agar meningki qo'limdan keladigan bo'lsa, men bir kun o'sha Sharq Turkiston ozod qilibman. Mening qo'limdan kelmaydi, men ojiz, men bir qonun va davlat yashayapman. Sen qilayli deganlarninkini to'zitib aytdi, mamlakatda pufliq qilsanglar to'zib ketadi-ku. Ashunda qilib to'zitib aytdim, buzib aytdim. Chunki o pulning ishi emas, o pul bak kichik masala, o cho'ng masala va ilaqa shoir ilaqa Nurgul Savut qatib qo'yibsizlar anglasam. Nurgul Savutning işte ushavlatni surish deganki Nurgul Savutni o'ltadi deb men o'ylamayman, o xotin qildi, unda ishlarni Nurgul Savut o xotin qilmaydi. O xotinni ashunda ish qiladi desam, hargiz ishonmayman. Ammo buning keyinda sallaning qo'ling bor desam, uningga men ishonaman. Mana Turkiyada bir yaxshi akamiz ishini asli tafsilotini deb berdi. Ovozimni ammam fukam, bu da bir kelganingizda men sizga bir narsa beraman dedim. Men yaqin Turkiyaga boramayman aka dedim. Bo'ladi fukam, siz kelsangiz, bak ishonchlik bo'lar ekansiz, hammani so'zlab to'g'ri deyotgansiz, rostni rost deyotgansiz, sizga tamoman ishonsak bo'ladiki, siz kelsangiz sizga bu da bir narsa beraman dedi. Onun için ömrümüz bo'lib qolsa, Xudoyimiz olsa, uni ko'rib, andan keyin qag'in tashlaymiz. Men lekin o Nurgul Savutning o'nda qotillik temalarga kirdiganiga qat'iy ishonmayman. Chunki Nurgul Savutning tarixida u ish bo'lib boqmadi. Sening tarixingda u ish bo'lib boqdi. Ammo ashuni nimaga o'ltirishding yoki nimaga qilishding? Nimaga o'sha odam o'lib ketdi? Bu yerdagi sir men borgan chog'da, ko'rgan chog'da bilaman. Jiq gapni mamatiqi hozir o'sha odamning degandekidek chiqdi. Seni men xili yaxshi taniydigan odamga, o'g'lim. Angliyadagi olim Jexini yaxshi taniydi-ku. Bir keng bu temasida keng gaplashaylik.
Anandaki qara qaysi kuni bu iliqi sen iliqi nimani Teyip Cahilov efendimle bilen dep kelsa. Bir vaqtida meni Teyip Cahilovning Yulduz Teyipcan depmi, o'shaning eri Dilzatmi shu bir adam batdi. Qara. Shuning bilan men urushqa vaqtimda Zumrat Tursunovich degandi. Bu kommunist Teyip Cahilovning kuyog'ili deb tillang jiniq degidi deb. Men ashchaqda ashadamni Teyip Cahilov degan dadamizni ashta deb men merhumninki nimasiga tekkanda shu chaqda. Bu o'lak tegadigan, o'lib ketganlar bilan aytishadigan, Eshotnoma dadasining rasmini chiqarib peqirtib o'ynab, nervisiga tegib, bu seninki, sizlarninki xuyunglarni baki. Xitoy ashta qildi, Xitoydan dek o'xshash betar qilgan baki. Qara, Teyip Cailov bilmasam men sana deb beray. Teyip Cailov ikkinchi Cumhuriyetga 15 yoshida tizimlatgan chaqda 15 yoshida tizimlatgan chaqda yeshang kichikka deb olmagan. Buni yaxshi bilib qol. Ondan keyin Teyip Cailovninki Medeniyet inqilobida bulbulman ishqingda degan bir she'rlari bor. Buni yaxshi bilib qol. Buningda ashoylarga qaslinib kirib ketgan, chiqimchilik vahima bo'lib ketgan davrni yozgan. Buni bilib qol. Teyip Cailovninki Tudaxun turdi Tudaxun bilan birlashib 12 muqomni ratliga yaxshi ishlari bor. Ajoyib nadir asarlari bor bu odamninki. Bu odam jamoat arbobi, mutafakkur, shoir. Uningdan keyin janubning shimolning odamlarini ayt hurmatlaydigan, hatto g'uljilik qozoq qarindoshlarni aytib bir va cho'ng biladigan bir jamoat arbobi. Bu odam tugab ketdi. Bu odam umr endi Medeniyet inqilobida bir kirib chiqqandan keyin albatta u yozg'izdi, hukumat uni majburlab yazmabdimi? Yalqin Ro'zi Abduqodir Jaloliddinlar yazmabdimi? Voy, Abduqodir Yalqin Ro'zining tilida sangrab qolgan-ku, bu sendangni maqtab. Voy, bizga ne davlatlarga bordik, vatanimiz ulug' jungo. Nima deb uni so'zlamaysa? Ha? Abdushukur Muhammad Iminni bilsa, ulug' falsafachi, otishliq. Ilaqchichiligida xitarib olgan, ko'zak taqib olgan. U odam haqiqatan ulug' faylasuf, falsafachi. Yaxshi. O adam Abdunumrayliq tashviqot markaziga mushu zo'rdinkamlarni, Abdurumidkorlarni chiqib, balaning nimalarda masalalar bor deb sharmanda bo'lib ketib, Urumchi xalqi uni butun xalq, Uyg'ur xalqi tillab o'tirayotganini biladigan sen nima deb uni demaysa? Seninki ballalaring hozir lagerda bo'lsa, turmada bo'lsa, meyo go'ngsandang, meyo shinjongo deb turib naqsh etib turib yashamayotamda. Bu Teyip Cailovninki sen onun kirgidek seninki haqqı sen bahavagidek Lotfullah'a sen Teyipcan'a Abdurumidkorga zo'rdun tam tilingni tat munofiq qotil. Sening onangning haqqi yo'q, ular kirdigan tushundingmi? Mismo'chanlik onangning haqqi yo'q. Haq o'lab ketdi. Endi texma hukumat 89-yildan 95-yilgacha 6 yil bak qo'yib bergan shu vaqtida yozadiganlar yezib oldi. O adamning tehlikamay raholab 89 taz yazadigan hukumat qo'yib etgan vaqtlarda tugab ketdi. Uningdan sirt nolg'urdigan iliqi Döngash kusta degan Meylimo degan she'rlari o Teyip Cailov deganninki tugumas naqsha onamni eslab u o'xshab qonda vicdoning bilan sen shu butun shu zo'rdinkam Teyip Cailov butun g'ujroqlar tegib chiqyapsa sening bir olamayotgan bizda bir o'ching bormi? Ya biz seninki qiz yeydigansan bo'lsa sen o'zingning ro'shan janoblaringni qo'yib maqtagan Abduqodir bijimlaringni qo'yib o'zingning tog'dagi qotilliklaringni qo'yib Xitoyni maqtagan Yalqin Ro'zan akirkatmi bilmayman uni bu qizlar akirkatdi deganmiz akirkatganda ashlan maqtagan-ku bo'lmasa bolalar chiqalamda aksili yanqalab cho'skil bolasi Amerikaga chiqdi alamda qiz yeydigansan-ku sen yurtbozlikni qildingmi qilsa o'zing qiladigansan-ku pulamıdıq deb pulni ilib atışlıqlarını Afganistan'da atışlıqlarını baksa Suriye'diler teröristler kim yurtbozlik qilyapti? Chaqqaning yaqan emas-ku. Qiyim turdi deb birisi bor. Uyg'ur tarixidagi tunji roman yozgan. Umi Jangziminga xat yozganligini bilmamsa, voy ma u adablamiyada sal siyosiy narsalar aralashib ketib bordi. Men partiya a'zosi bo'lish sifatimda Abdunumrayliq Shuji bo'lsam, Joshi bo'lsam Mishlan o'ngshaytdan degan Jangzimin voy bu tövəndiki ishlarga
yurtninkini qilsin degan chog'da Urumchininki Kashif bozorlarida 150 so'mdan haqlar setib olib, shu xatlar chiqib, rasvo o'g'ini bilmamsa, nima deb ulan demaysa. Tiling ko'yab ketdi, munofiq zuvaning vaqo, sen cho'qira dinsiz hayvon kelsa vaqo qara. Bismillahirrohmanirrohim deb turib, qarab turib, yo'g'a gapni qiladigan, haqni tuhmat qila oladigan, haqni qo'qmay qarlay oladigan. Manda ish pas kelsa sen butun abdi bashirsan hozir texmechot ma bo'ldi qilay bu cho'ng odamga ma to'xtasin bo'pti desam to'xtamagandim. Shuning bilan iliqi sening surgun hukumatda mening yonimga kimni tizib qo'yganingni obdan bilaman. Ya Zumrat Tursun qo'yib qo'ydimi mening yonimga. Mendan turib gap oladi. Men deb qo'ygandim. Pulning manbasi menda yo'q. Men palonchida anglab qolgan gap. Şu pılayatqan bo'lganiki shu chiqolmaydi qarshimga desam uni sana yetkizdi apula shapula ekranni ichiblam biz pulamıdıq hech qanday qiyadi u bu deb ey sen bir surgun hukumatni meshinchilik bir o'yonlar ketyapsa qarasa qanday siyosat qilsa sen bir otishdan sho'riqingni versin boshqaranmaysa butun odamni ziddiyat silib bir odamni bir-birisi qilib xalqni yoshig'izon qo'ymaysa seninki bizning adablarimizga shoirimiz sen hech kim emas sen sayfidan xalqqa ezib ketgan amalsiz qolgan qanday amalsiz qoladi butun harbiy huquq ashnon qo'lida tursa agar ozroq kallasini ishlatsa pranvoy kiradigan bo'lsa uddul bejonni mag'ini oladi shu vaqtida shuni qilmadi avvalgi 3 dan 4 imperiyani chiqaraverdi huquqlab bu uyg'urlarimiz Hindistanning yeridikini olgan kurash qilib olganlarimiz shu milliardga Hindistonni chekindirayotgan 50-yillari 50-yilmi Hindistonni ishga surayotgan shu Imanovlar generallar shu Uyg'urning askarlari shu bishpay o'qiyotmay va men Jungo Kommunistik Partiyasi kiritdim deb berib munofiq sayfidan bir tal bal topamay o'lib ketdi urug'siz nasabsiz qilib ketdi ishdan qolasi yana qandaylarsa bu isib qolgan bo'ladi qanday sana yaxshilik qilgan bo'ladi. Albatta sen qonni sen to'kmading-da, sening og'zingni qonni sen haq to'kishmading-da. Biz to'kdik qonni, biz to'kimiz sen satsa, biz to'kimiz sen satsa shugu tarixdan buyon. Satlı munofiq chiqimchi chiqib olganlarning hammasi shu mana Amerikalik sho'riqlik mijit qari deganingki dadasi il oblastlik siyosiy kengashninki munofiq imom bo'lgan. Chiqqanlaringninki shu bayo'g'anlaringninki pul topqanlaringning hammasini degidek shu Xitoyga ishlamasang, Xitoynikini rost demasang sen millioner qilamdi, sen pasport beramdi. Latto'koy. Butun odamni vatanning ichidagi butun dongli shoirlarga, buningga yana bir narsaga tegib, onangning haqqi yo'q seninki vatandagilarga sen baho berdigan, sening hech qanday haqqing yo'q seninki. Vatandagilarnikiga sen kiradigan hech qanday haqqing yo'q seninki. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa men bu bir mazgil nim qilma, mayada Bilal Ibrohim Turkiston akimiz vakili sen bilan telefonda nim qolma. Ertagacha bir paranglashib qo'shilishib olma qolgan qarindoshlar bilan. Unda bo'lsa bo'pti qarindoshlar, omon bo'linglar, o'zinglarni asranglar. Endi bu shu haqiqatmi shunda? Shuningga qarindoshlar o'zinglar ko'rdinglar endi. Bir ikki tashkilotning odami telefon qilibdi-ki, to'liq apandim, biz o Sharq Turkiston surgunini trap yozgan xatiga imzo bermoqchidik. Shu siz manbalarni tip ko'ralaydi ekansiz. Shunda ham sizga mustatif avat berganman. Biznikini ko'rib qolsangiz, Hidoyatullohnikidek tillab ketmassiz chiqib otdinglar deb. Men vatan millatning shak kelgan chaqda uningga bijas demayman. Men dedim, "Asanglar aytinglar, tamam, o'zinglarning ishi. Neytinglarda shu vatan millat uchun deb aytinglar, hukumat uchun deb emas, bu hukumat emas" dedim. Sen voy bo'ldi, biz tushamdik, endi mana bir ish bo'lsinmi, xalqimizga yaxshi bo'lib qolsin bo'lsinmi degandan keyin tamam bo'ladi, o'zinglar bilasizlar, men faqat deb qo'ydim uni. Keyin yana shu imzolarni berib, yana bu qilgan chaqda desa bo'pti. Shu tillaydi ekan-ku, boshqa ish yo'q dedi. Shuningga endi men garchi bu ishni endi qo'llamayman nimishga desam, chunki bu ma'lum savollarga javob bergandan keyin, anaqdagi butun hukumat bir nimalarga xalqqa tamoman bir to'g'ri holda bir ichib etilgan chaqda, butun bir adolat sistemasi o'rnatilgan chaqda, xalqning ko'nglini moyil qila oladigan, xalqni birlik sabga akila oladigan, xalqni yig'alaydigan bir sistema borliq kelgan chaqda, aningdan keyin bunday narsani biz support qilsak bo'ladi. Uning oldida uni qilib baqdik.
O'zinglar ko'rdinglar, hammanglar ko'ngillarga tepib oldinglar. Asli shu Washington xitobnomasi degan shu Sharq Turkistonning mustaqilligini butun dunyoga anglitsa degan gap. Hozir bu Washington xitobnomasini yo'q qilib etib, bu bir cho'ng xitobnomani dunyoga e'lon qilgan xitobnomani hozir kichiklatib Trampga bir tashlab qo'ydi. Tramp degan savdogar tursa, u qo'shaq Xi Jinping ko'zdi qo'yib, "Ha, men birsan bajarmayman, men menda da'vatida" deb kartni o'ynab bo'lgan keyin tashlab qo'yib, "Bo'ldi, sizlarga javob berib" deb qo'yib yuraverdi. U odamning bir kuni o'ng, bir kuni so'ng Әтісі яқшы өгіні Ши Цзиньпин достым деп chiqgansa, men u odamni bak yaxshi ko'rmayman, bak qo'llayman, adimiyligi bor. Men qaytamo Izrailiya bilan Gazaning ishida what the fuck Izrail devatdi-ku. Nima qilyotgani bu ishga sarango'ylar men tushunmayman dedi. Demak, odam ko'ngli ko'ksi to'q pulga osh emas, boshqalardek. Insoniyligi bor ekan uningki. Ammo qanchalik yergacha kelarlaydi, qanchalik yergacha nima qilalaydi, uni bilmaymiz. Shuning uchun Xitoyni parchalash eng muhim. Xitoy ishidan parchalandilar, biz boshlab ketdik ishimizni. Davlatlar igi chiqdi. Agar Xitoy parchalanmay chong turib olsa, davlatlar nima qildi? Amerikaningki bir askarningki urushga kirgan chog'dagi yerlik bundoq qurolliq askarningki bir B2 bombardimonchini, u bu cho'ng texnikalik emas, normal bir askarningki bunda tatat qilganingki 40 ming Amerika dollari tutsa, sen Uyg'ur uchun kirib, uchib oyoqlardan kirib nurg'un odamlarni o'ldirib, san Sharq Turkistonni qurib beramda. Uzan qursa shu Suriyalik askarlar bilan, chet elliklar bilan besh ishlaydigan, xoin o'lam deb, jalib o'lam deb, buzuq o'lam deb birnim qilib yurib, akab yurib, meni vatanni qutuldirib olsa, bu sen mi xoinkansan qo'yna, sen mi yevitibsan qo'sitib. Bo'ldi, bu gaplarga xalqimizmi bek to'yib ketdi. Bu jidallarga xalqimizmi bek charchab ketdi. O'shim bo'lib ketdi qaysinga. Telefon qopma, ajoyib telefonni yoqib qo'ydi Alloh va'di. Unda bo'lsa, qarindoshlar, men hamsa bir 2 oylik yo'qayma. Unda bo'lsa keyin ko'rishamiz, omon bo'linglar. Bek jiddiy ish bilan izlaydigan bo'lsanglar, necha turg'unga gap qilsanglar, men Telegramdan gapqilsam bo'ladi, gapqilsam. Angacha balkim Instagramdan andi-sandi bunda bir echib qo'yishim mumkin, lekin WhatsApp bilan Facebookum shu 9-oyning oxiri larda Yaponiyadan qaytib kelgan vaqtlarimda ochmayman anki biraqlar. Bo'ladi unda bo'lsa qarindoshlar, omon bo'linglar. Anki ma'biliqi Yosh Partizan degan YouTube'ni qurg'uvchi qarindoshimiz ma'yuni qo'yib yetarsiz. Men seshanba kuni men Facebookni taqayman. Unda bo'lsa omon bo'linglar, hammanglarni Alloh topshirdim qarindoshlar. Hukumatningki javob bersanglar berib, YouTube kanallarni bilmay kirib ashyadan ko'rib olsam bo'ladi. Qolganini men yana 2 oydan keyin ochimanda Facebook'im yana yo'qa ketdinggo, chiqmamsa qilsanglar baribir chiqmayman, yo'q, ko'rmayman hech narsani. Xalqim menga avatlanmaydi hech narsa. Avasim qarab qo'yman. Onun joyda shu biraqlam shabalonlar pakiz bo'ldi. Meyada ma'loni chaqqan qo'yishimning sababi oldimizda bir program bo'layotgan hujjatlik. Asli munofiqlar qurultiyi biladi bo'lmoqchidi. Kechirsiz g'olam efendim, pulning hisobini beramiz, buningga sizning programmaga sizni hukumatni tortib oldi deb turib, qilgan gapingiz bilan isbotlar bilan men tashlayman. Inshaalloh ko'rasiz, Shvetsiyaning mediasida chiqadi. TV bo'lib. Bilmasanglar, shundoq buningdan keyin xalqni bozaq qilsanglar, ashta qilsanglar, shuna qilamiz, undan boshqa amal yo'q. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa kechib ketdi. Hamma oromimni olay.